Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlarimiz. Shahrimiz markazida yana bir katta magazinlardan biri Turkiya Sport o'z ish faoliyatini aynan YouTube kanalidan ham boshlandi. Ko'p so'zlab o'tirish shart emas, detalli obzorni aynan Azamatxonning o'zidan qisqacha qilib tushuntirib o'tamiz. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Biza xudo xolasa shaharning Qoq markazidan o'z faoliyatimizni boshladik. YouTube kanalidan bizani bemalol kuzatsangiz bo'ladi. Biza sizlarga eng zo'r sifatli narsalarimizni sizlarga tavsiya etamiz. Sportivniy komplektlar, futbolkalar, trikolar, cholurlar xudo xolasa yaxshi narsalarni arzon narxda olsangiz bo'ladi. Qaranglar, biza bu yon tarafdan ketaylik, xudo xolasa biza bugun qisqacha obzor etib beraylik. Sportivnilarimizning har xil variantlari bor, Turkiya mahsulotlari bo'lgan, depasi pastda komplektlarimiz bo'ladi. Bularni qarang, kelinglar, xudo xolasa o'zlaringiz qo'llaringiz bilan tutinglar, ko'ringlar, xudo xolasa o'zlaringiz bir baho berasizlar. Agar bizlara obuna bo'lib qo'ysangizlar, kommentariyada o'zlaringizni fikrlaringizni yozib qo'ysangizlar, bir like-ni asirtirsangizlar, sizlarga unumli, foydali narsalarni ko'rsatib boraveramiz, xudo xolasa. Qaranglar, bizlara yana har xil sportivkalarimiz kelgan. Şu sportkalarning Turkiya mahsulotlari bo'ladi, usti pasti bo'ladi. Qarang, asosiysi bu videomuz Velikan og'alarimiz uchun ham bo'ladi. Velikan og'alarimiz sizlar ham xudo xolasa do'konimizda kutamiz. Narsalarimiz bor, sizlar ham xudo xolasa. Har xil variantda yana usti pastlari bor. Kelinglar, o'zlaringiz qo'llaringiz bilan tutinglar, o'zlaringiz bir baho berasizlar. Sportivkalarimizga qo'shadigan oyoq kiyimlarimiz ham mavjud, xudo xolasa. Keyin ichki kiyimlardan xudo xolasa olib kelsangiz bo'ladi. Futbolkalarimiz ham bor. Keyin bunda yana eng kalta komplektlarimiz ham bor, xudo xolasa. Har xil variantlari bor. Hammasi original, yaxshi narsalarimiz bo'ladi. Mana sportivniy variantlar ham bor. Niya 5 dan yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun kapishonni olib qo'yiladi. Balotoy svet, siniy svet, har xil variantlari bor, xudo xolasa. Sportivniy yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun skromniy, akkuratli sportivniy variantlar ham bor. Har xil variantlari bor, xudo xolasa. Bizada bularga ketadigan ichidan futbolkalarimiz ham bor. Sifatlisi bo'ladi, yaxshilari bo'ladi. Narxini arzon qo'yibmiz. Bemalol kelib, boshqadan bahosini so'rab kelib olib ketsangiz bo'ladi. Keyin Azamatxon shu o'rtada dastavka xizmatlari nechik bo'ladi? Dastavkalarimiz ham bor. Bizdan bir qator klientlar bemalol 12 viloyatda dastavka, telefon nomerini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib turib, pastdagi nomerlar bilan bog'lanib, BTS pochta orqali jo'nataveramiz, xudo xolasa. Futbolkalarimizdan xudo xolasa keng assortimentda olsangizlar bo'ladi. Variant zo'r, xudo xolasa. Har xillari bor. Asosiysi Velikan bratlar ham xafa bo'lmaydi. Velikanlarning futbolchalari ham, ko'ynaklari ham bor, xudo xolasa. Yana har xillari bor, xudo xolasa. Zo'rlari sizlar uchun bo'ladi. Velikan og'alarimiz uchun immunina yubka material tutib ko'ring. Tovarni ko'ring. Bu yo'qligi bilinmaydigan, yozda kiyiladigan usti pasti bo'ladi. Kapishonni olib qo'ysam bo'laveradi. Bu Velikan bratlarimiz uchun. Xudo xolasa har xil variantlari bor. Maraton ekan bor, har xil variant yana. Brunello, brandoviy narsalarni, Tommy Hilfiger, har xillari bor. Har xil Paul sharqlar ham bor, xudo xolasa. Keyin qarang, bu yon tarafda trikolarimiz ham bor, abishliklar ham bor. Narxini arzon bahoda olsangizlar bo'ladi, xudo xolasa. Narxini ham endi shu o'rtada, masalan, trikolarimiz, cholurlarimiz, finkalarimiz umumiy qilib necha so'mdan boshlanadi? Qarang, trikolari 100 ming so'mlik ham bor. 100 ming so'mdan 100 ming so'mdan ketaveradi. 120 ming so'm, 130 ming so'm budjetni. Keyin Turkiya mahsulotlari ham bor, 200 ming so'm, 250 ming so'm, har xil sportivnilarimiz ham bor. Keyin yana Velikan og'alarimiz uchun troykalar ham kelganmiz yana. Immuniy svetlar ham bor, xo'shray narsalarimiz. Niya 5 deb xudo xolasa. Bemalol kelinglar, o'zlaringiz qo'llaringiz bilan tutinglar, o'zlaringiz bir baho berasizlar. Velikan og'alarimiz uchun usti pastlar, Turkiya mahsuloti bo'ladi, xudo xolasa. Zo'rlari bor, sizlar uchun, xudo xolasa. Keyin qaranglar, bizlara finkalarimiz ham bor, har xil variantda. Finkalarni nametcha ko'pmiz yana. Bular velikanlari bor, abishliklar ham bor. Davlat ichida ishlaydigan og'alarimiz uchun bemalol kelsangizlar bo'ladi. Bularga qo'shadigan cholurlarimiz ham bor. Turkiya mahsuloti bo'lgan, vobshem zo'r. Yubka bo'ladi, bu yonida bemalol kiysangizlar bo'ladi. Qarang, assortiment xudo xolasa bomba. Har xil svetlari bor. Bularga qo'shadigan ustuna finkalarimiz ham bor, oyoq kiyimlarimiz ham bor. Keyin immunini yakalo variantlar ham bor. Yine bulardan bir ko'rsating. Bu narsalarimiz ham xo'shray narsalardan biri bo'ladi. Yana har xillari bor, xudo xolasa. Yakalo variantlar ham bor. Xudo xolasa sizlarga unumli bo'ladi deya umiddaman. Bu videomiz bir like-ni asirtiramiz. Velikan og'alarimiz uchun yubka materialda futbolkalarimiz har xil svetlari bor. Bir like-ni asirtiramiz.
Kommentariyada öz fikirlerinizi kaldırınlar. Keyin yakınlara yuvarıp koyunlar. Bizlere abone olmasanızlar bizlere abone olup koyunlar. Her video çıkkanda Xudo xolasa sizlere önümlü bolup duradi diye ümitdayım. Biz yani menzilimizde geladigan bolsak, shaharning qoq merkezinde arxivning yanında bo'ladi. Arxivning yanında. Eğer bir yan taraftan geladigan bolsangiz da Güllen yolundan girende 10 qo'lda bo'ladi. Bir yan Urologiya tarafdan gelsangizda chap qo'lda bo'ladi. Sapa ata dükkanının o'zi bo'ladi. Türkiye Sport deb yozilgan arxivning yan başı bo'ladi. Telefon nömrələrini qaldıramiz, bemalol telefon bo'ladi.